Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari, Eshiron muxlislari. Eshigimiz tayyor holat hamda korpus tayyorlanayotgan holati. Eshiklarimizni o'rnatib, poligrafika qilib, obzorlarni qilib qo'yganmiz. Videoda ko'rib baho berasizlar. Obzorimizni boshlaymiz. Uchinchisi. Ichkarida mana 4-eshigimiz. Sifat ko'rib turganlarda yaxshi mana. Beshinchi bir qanotli eshigimiz. Bunisi mana 120lik 6-eshigimiz. Buni poligrafika tayyorlab qo'yganmiz. Bu eshik romlarini narxiga keladigan bo'lsak, kvadratni 1.200.000 so'mdan qilib beramiz. Oshxona boshlig'i, zamogi, laki, oynasi ichida, Andijon, Farg'ona, Namangan bo'ylab dastavkasi ichida. Yog'ochdan robot eshik romlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Hop, bu eshik derazalarida Andijon viloyati Izboskan tumani Cho'ma qishlog'iga o'rnatganmiz. O'zimiz tumanda.